To'y qilayotganlar endilikda 400 yoki 500 kishi uchun dasturxon yozmaydi. Gap shundaki, joriy yilning 16-sentyabrdagi hukumatimizning oqilona iste'mol dasturi doirasida barcha to'y hashamlar, oilaviy tadbirlar hamda ma'raka marosimlari tartibga solinadi. Xo'sh, bunga yurtdoshlarimizning fikri qanday? Ushbu chiqarilgan qarordan juda ham qaysidir ma'noda xursandmiz. Sababi qilinayotgan ortiqcha dabdabalar, isrofgarchiliklar baribir bizni mentalitetimizga, diniy taraflama ham, dunyoviy taraflama ham bir-biriga to'g'ri kelmaydi. Va bunda bir kunda sarf qilinayotgan xarajatlarni undan keyingi, ya'ni turmush davomida ishlatilishi menimcha manfaatliroq bo'ladi deb o'ylayman. Bu nimaga olib keladi? Bu qarang, bir kunda million pul sarflab qilinayotgan dabdababozliklarni oldini olgan bo'lamiz. Chunki million daromadlarda million so'mlarni ortiqcha hoy-havasga berilib ketish bo'lib qolyapti. Buning ortida esa keyin to'ydan keyingi salbiy oqibatlar ham kelib chiqyapti. Shunga biz mana shu hukumatimiz tomonidan chiqarilgan mana shu qarorlarni amalda tezroq tatbiq bo'lishini biz kutib turibmiz. Mana shuni ko'ryapmiz hozirgi kunda.